Assalomu alaykum. Ishimiz ko'p, vaqtimiz kam. Menimcha O'zbekistondagi hayot kayfiyatini va shiddatini ifodalash uchun ana shu qisqagina gap juda ham mos keladi va bu kayfiyat, bu shiddat boshlanganiga 10 yil bo'layapti. Bugungi chiqishimni O'zbekiston yetakchisi Shavkat Mirziyoyev o'z komandasiga, umuman mamlakat mutasaddilariga tez-tez aytadigan mana bu gapni yana eslatish bilan boshlamoqchiman. O'zim ham charchayman, sizlarni ham charchataman. Agar biz charchamasak, xalqimiz bizdan rozi bo'lmaydi. Yana aytaman, bu gapni davlat boshlig'i har gal mutasaddilar bilan gaplashganida albatta tilga oladi va o'zi ham shunga amal qilgan holda ishlaydi, hammani ham ishlatadi. Tugayotgan haftada ham shunday bo'ldi. Hafta juda tig'iz, o'ta qizg'in kechdi. Qiyin hafta bo'ldi. Doimgidek. Ish ko'p bo'ldi. Doimgidek. Mana 10 yilki hafta ketidan hafta ana shunday kayfiyatda, ana shunday shiddatda kechmoqda. Shu haftada biz hammamizning kayfiyatimizni yana tog'dek baland qilgan, O'zbekiston shiddatining navbatdagi totli mevasini namoyish etgan voqeaga guvoh bo'ldik. O'zbekiston yetakchisi Toshkent viloyatida bo'ldi va yangi ulkan loyihaga oq fotihasini berdi. U Toshkent-Samarqand yangi pullik muqobil yo'lning bunyod etilishiga tamal toshini qo'ydi. Bo'lajak ushbu yo'l oddiy qilib aytganda O'zbekiston iqtisodiyotidagi o'sishni tezlatadigan, odamlarning mushkulini oson qiladigan va uzoqni ko'zlagan loyiha. Bu vaqtni puldan ham qimmatligini biluvchilar uchun bo'layotgan yo'l. Bu yo'l ikki shaharnigina emas, balki imkoniyatlarni, investitsiyalarni va taraqqiyotni ham bir-biriga yaqinlashtiradi. Avval yo'l odamlarni manziliga yetkazgan bo'lsa, endi taraqqiyotni ham yetaklaydi. Pullik yo'l majburiyat emas, tanlov. Kimki manziliga tez va qulay yetib olishni istasa, shu imkoniyatdan foydalanadi. Bepul yo'l esa avvalgidek xizmat qilishda davom etadi. Zamonaviy davlatning taraqqiyoti avvalo uning yo'llarida ko'rinadi. Chunki yaxshi yo'l yaxshi iqtisodiyotning negizi. Shuningdek, Toshkent-Samarqand yangi avtomagistrali nafaqat ichki ehtiyojni ta'minlaydi, balki xalqaro transport tizimining ham eng muhim bo'g'ini bo'ladi. Bu loyiha avvalo O'zbekistonning yangi iqtisodiy o'sish modelining namoyishi bo'ladi. Chunki taraqqiyotning dunyoda tan olingan bitta muhim haqiqati shuki, davlat avval yo'l qurib, keyin boyigan. Avval muhit paydo bo'lgan, keyin investitsiyalar kelgan. Avval harakat tezlashgan, keyin iqtisodiyot yuksalgan. Yaponiya, Janubiy Koreya, Xitoy, Turkiya, Amerika Qo'shma Shtatlari kabi davlatlarning iqtisodiy mo'jizasini tahlil qiladigan bo'lsak, ularni barchasini bitta narsa birlashtiradi. Ulkan transport infratuzilmasi. Chunki yo'llar faqat avtomobillarni emas, balki iqtisodiyotni harakatlantiradi. Bugungi kunda yana o'sha AQSh, Xitoy, Turkiya, Fransiya, Italiya, Ispaniya kabi davlatlarda tezyurar avtomagistrallarning katta qismi pulli tizim asosida ishlaydi. Bu mamlakatlardagi pulli yo'l boylik belgisi emas yoki pul ishlash vositasi ham emas. Bu iqtisodiy o'sishni tezlatish vositasi hisoblanadi. Xullas, Toshkent-Samarqand muqobil yo'li bu O'zbekistonning kelajak iqtisodiyoti, tranzit salohiyati va xalqaro raqobatbardoshligini ta'minlaydigan strategik loyiha. Bu yo'l faqat Toshkent bilan Samarqandni emas, balki vaqt bilan imkoniyatni, investitsiya bilan ishlab chiqarishni, turizm bilan biznesni, hududlar bilan bozorlarni bog'laydi. Bu loyiha nafaqat bugungi avlod, balki kelajakdagi avlodlar uchun ham katta mulk va meros bo'lib qoladi. Umuman olganda, Nurafshonda yana boshqa juda esda qoladigan voqealar ham bo'ldi. Shu voqealarning hammasini ikki hamkasbim Aziza va Mahliyo o'sha kungi tashrif yakunida kechki payt Nurafshondan Toshkentga qaytayotib, yo'l-yo'lakay tahlil qilib kelishgan. Eshitamiz. Qariyb qiymati 2.2 milliard dollar bo'lgan eng yuqori toifadagi yirik zamonaviy pulli avtomagistral barpo etiladi. Shahar hokimi bo'lib ishlaganman. Kichik ko'priklar, yo'llar qurganmiz, lekin bunday hajmdagi katta qurilish O'zbekistonda bo'lmagan.
soat 21:50. Biz hozir jamoamiz bilan birga Nurafshondan qaytyapmiz. Havo harorati 25 daraja. Mayin shamol esyapti Nurafshonda va haqiqiy nurli, fayzli shaharga aylanibdi. Ko'rib juda ham xursand bo'ldik. Nurafshonda haqiqatan ham nurli voqealar ko'p bo'lganligiga sizni ishontirmoqchimiz. Bunga ko'p ham isbot kerak emas. Kun davomida juda ham tarixiy voqealar ko'p bo'ldi. Hozir ko'rib o'tganingiz juda qisqa rolikda ozginagina kayfiyat berdik xolos. Endi esa to'liq tafsilotga o'tamiz. Hafta davomida guvoh bo'lgan bo'lsangiz kerak, Toshkent viloyatidan juda ko'p xabarlar ijtimoiy tarmoqlarda tarqaldi. Eng birinchi katta yangilik bu Toshkentdan chiqishingiz bilan Samarqandga ulanadigan pullik yo'lni qurilishi boshlanishi. Bu yo'lni uzoq paytdan beri xalqimiz kutmoqda edi. Toshkentdan to Samarqandgacha bo'ladigan masofa shu paytgacha 5 soatni tashkil qiladi. Xalqimiz 5 soat yo'lni Samarqandga 2,5 soat bo'lishi qachon bo'lar ekan deb juda kutadi intiqlik bilan. Bu eng zamonaviy bo'lishi kerak. Men shunga ishonaman va sizni ham shunga da'vat qilaman. 和你的团队一起，这个项目一定会成为我们整个中亚这个标志性的一个高速公路项目。 ishonchim komilki, sizni professional komandangiz bilan birgalikda O'rta Osiyoda faqat butun dunyoda eng namunaviy, eng andoza bo'ladigan loyiha bo'ladi. Birinchi kirish mana shu hozir joylashgan joyimizdan yo'lni bo'ldi. Endi har bir razvyaskada biz chap tarafga yurish yoki пересечениyalarni olib tashlayapmiz. Hammasida razvyaskalarni qulay qilyapmiz. Eng asosiy bizning bir elementimiz bu aeroportga pulli yo'ldan kirish, yangi qurilayotgan aeroportga pulli yo'l quriladi. Bu simbioz bo'ladi, birgalashib. Keyin 12 ta pit stop qilinyapti, hurmatli prezident. Va Sirdaryoning eng katta ko'prigimiz bu Sirdaryoning ustidan o'tadigan ko'prik. Biz hamkorimiz bilan gaplashdik, bankdagi ko'prik, xudo xolasa bir zamonaviy bir yangi O'zbekistonning elementini bildiradigan ko'prik qilib quramiz. 10 yilda 78 trillion so'm hisobiga jami 128 ming kilometr yo'lda qurilish ta'mirlash ishlari bajarilganini ta'kidlash lozim. Bugun esa bu sohada tom ma'noda yangi davr boshlanmoqda desak to'g'ri bo'ladi. Qariyb qiymati 2.2 milliard dollar bo'lgan eng yuqori toifadagi yirik zamonaviy pulli avtomagistral barpo etiladi. Prezidentimiz aytayaptilarki, narigi yo'l ham qoladi. Sizda tanlov paydo bo'ladi. Xohlasangiz tekin o'sha avval mavjud bo'lgan yo'ldan yuriladi. Albatta bu yo'l ham doimiy ravishda ta'mirlanadi. Shoshayotganlar, biznes uchun shoshayotganlar, yuklarni tezroq olib o'tishni xohlaydiganlar va o'sha 120-150 km/soatgacha tezroq manzilga yetib borishni xohlaydiganlar esa pullik yo'l xizmatidan foydalanishlari mumkin. Uzunligi 282 kilometr bo'lgan 6 polosalik, yana bir marta to'g'ri emas 6 qilyapmiz. Nimaga? 50 yil oldinga qilyapmiz. Rivojlanishimizda 10 yillik tahlilimiz shuni ko'rsatyapti. Biz katta marra olishimiz kerak. Toshkent, Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatlaridan o'tib 92 ta ko'prik, 28 ta yo'l o'tkazgich, 60 ta tunnel tipidagi o'tish joylari quriladi. Qishloq xo'jaligi ehtiyojlari uchun yuzlab yer osti yo'laklari va suv o'tkazish inshootlari barpo etiladi. We are very proud to be part of this mega project. It's very important projects for Uzbekistan. Ushbu mega loyihaning bir qismi ekanligimizdan faxrlanamiz. Bu O'zbekiston uchun juda muhim loyiha. Biz butun dunyo bo'ylab minglab loyihalarni amalga oshirganmiz. Shaxsan mening bu O'zbekistondagi ikkinchi loyiham. Birinchisi Angren Pop temir yo'l liniyalari edi. Biz o'z tajribamiz va resurslarimizga asoslanib Xitoyda va Xitoydan tashqarida avtomobillar, detektorlar, havo quvvati bilan ishlaydigan avariya detektorlari, favqulodda qo'ng'iroqlar uchun yanada intellektual aqlli boshqaruv tizimini joriy qilamiz. Yangi magistral ham zamonaviy, toza va yanada aqlli bo'ladi. Xalqaro standartlarga to'la mos keladi. Jami 282 kilometrni tashkil qiladigan magistral 2032-yilgacha bitadi deb rejalashtirilgan, lekin biz quruvchilar bilan gaplashdik. As soon as possible, juda ham tez bitirishga harakat qilamiz degan va'dani berishyapti. Bu yo'l 6 polosali bo'lar ekan. Bu degani kuniga 60 ming mashina harakatlana oladi. Hozirgi mavjud M39 magistrali 30 ming mashinaga mo'ljallangan, lekin unda hozir kuniga 70-80 ming mashina katta tirbandlik bilan harakatlanyapti va juda katta yo'lga bosim tushyapti deb aytdi Samarqand hokimi bugun prezidentimiz bilan muloqotda. Toshkentdan Samarqandga yuk olib borish kerak bo'lgan yuk mashinalari 10 soatgacha vaqtni
sarf qilyapti, chunki yo'llar tirband, ular kechqurun yuradi ko'pchiligi. Nafaqat logistika, shu ham turizmga, ham iqtisodiyotga bir katta bir bosim bo'lib turgan muammolardan biri edi. Bundan 10 yilcha oldin Koreyaga safar qilganimizda mana shunaqa pulli yo'llarga guvoh bo'lganman. Aeroportdan chiqqanimizda yo'limiz bo'sh, tezda ketyapmiz, lekin ma'lum bir postlarda chig'i qilib o'sha chiroqcha yonib turib, mashinani oldidan pul yechib olayotganini ko'rgan edim. Qoyil degandim. Masalan, men yaqin orada O'zbekistonda shunaqa yo'llar paydo bo'lishini xayolimga keltirmagandim. Bu haqiqatdan ham O'zbekiston avtomobil yo'llarini qurilishida o'ziga xos yangilik, katta tajriba bo'ladi va eng muhimi bu loyiha birinchisi emas va oxirgisi emas. Bugungi kunda Urganch-Xiva pulli yo'limiz qurilishi yakunlanyapti. Mana Toshkent-Samarqand prezidentimizning tashabbuslari bilan barcha loyihalar amalga oshiryapti. Bundan tashqari mana Toshkent-Vodiy pulli yo'limizni Qamchiq dovoni orqali qurilishi ko'zda tutilgan. Va har bir viloyatda xalqaro moliya institutlari bilan umuman hamkorlar bilan umuman yirik loyihalar talaygina bugungi kunda va mazkur loyihalarning amalga oshirilishi bu aholining mobilligi, shu harakatlanish tezligini oshirilishi va umuman iqtisodiyotimizning qon tomiri bo'lgan yo'l va harakatlanishi o'sha iqtisodiyotimizning rivojlanishiga multiplikativ effektni beradi. Va bu o'sha O'zbekistonni nafaqat ichkaridagi logistik muammolarni, balki o'sha tashqi bozorlar bilan bog'laydigan Transeka yoki kelajakda Transafg'on yo'nalishi bo'yicha imkoniyatlarni ham karrasiga oshiradi. Har bitta bu yo'ldan o'tadigan tovarni sarf xarajat qisqaradi, chunki yo'l qisqardi, xarajat qisqardi, vaqt qisqardi, resurs, energiya qisqaradi. Biz odatda faqat yo'lning narxini hisoblashga o'rganib qolganmiz, lekin vaqt ham hozir katta pul. Bilasizmi, bugun bitta yangilikni aytishdi. Yaqinda hatto o'sha Urganchdan Xivaga birinchi pulli magistral ham Mustaqillik bayramiga yaqin foydalanishga topshirilar ekan. Mana shu gavjum lokatsiya o'sha Urganchdan Xivagacha 1 soatda borilardi. Agar tirbandlik bo'lsa, undan ham ko'p vaqt oladi. Poyezd qo'yildi, lekin baribir o'sha yengil mashinada borishga ehtiyoj bor. Yangi yo'l ishga tushsa, 20 daqiqada Urganchdan Xivaga yetib borish mumkin bo'ladi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyevni Toshkent-Samarqand yangi avtomobil yo'nalishining qurilishi boshlanishini bildiruvchi ramziy kapsula qo'yishga taklif etamiz. Toshkent Nurafshon A373 avtomagistral yo'li hamda Toshkent aylanma yo'li kesishmasida davlatimiz rahbari yangi bunyod etilgan ko'prik taqdimoti bilan tanishmoqda. Bu yangi ko'prik ham shu Toshkent aylanma yo'lini o'zaro bog'laydi. Bu nurafshonliklar, deylik 100-150 ming nurafshonliklarning yo'lini qisqartiradi 15 daqiqa masofagacha. Bu ham o'ziga yarasha o'sha avvalgi gaplarimizni davomi, uning iqtisodiy ahamiyati, ijtimoiy ahamiyati katta. O'zi ko'prik qurgan, yo'l qurgan odam bir umrlik savob oladi degan gap. Chunki yo'ling qisqarsa, shu yo'lda yaxshi yo'l bo'pti, tekis yo'l bo'pti, qancha odamlar ishi, yuki yengil bo'ladi deb odamlarning o'zi chin dildan rahmat aytadi. 25 ming, 30 ming mashinani bir sutkada o'tib turgan bo'lsa, hozirgi holatida 130 ming avtotransportga xizmat ko'rsatadi. 100 mingga ko'p, 100 mingga ko'p. Oldin bitta o'sha harakat yo'nalishi tartibga solingan, u ham bo'lsa o'sha svetofor bilan odamlarning vaqtini 15-20 minut mana shu chorrahada, ba'zida 1 soatgacha o'zimiz ham yurganmiz. Hozir bu harakat svetofor ishga tushgandan keyin Toshkent viloyatiga, Toshkent shahriga yetib borish umumiy miqdorda buni nima qilsiz aytish mumkin, 30 minut, 40 minutgacha tez borish mumkin bo'ladi. Bu uylar 900 ta kvartira paydo bo'ldi. Mana bu bozorda 200 ta o'rin bor, hozir orqasi ishga tushsa 1000 ta o'rin bo'ladi bozorda.
zarbdor tajribasi endi Qorasuvda. Yaxshi bilasiz, bu yerga kelganlar biladiki, tashlandiq sohil, qarovsiz, tunlari yoritilmaydigan ko'chalar endi aholi kechki payt bemalol farzandlari bilan sayr qiladigan manzillarga aylandi. Rejaga ko'ra 9 kilometrlik masofa xuddi shunday obodonlashtirilishi kerak edi. Ayni vaqtga qadar 2 kilometrga yaqin bo'lgan Qorasuv kanalining bo'yi hozir odamlar maza qilib sayr qiladigan manzilga aylangan. Bizga yaratib bergan mexanizmingiz hisobiga mana shuni tashkil qiladi. Mana shu yer hozirgi turgan yerimiz, mana tadbirkor yonimda turibdi. 3 oy davomida 1.700.000 so'mga sotiga sotilmagan. 1.700.000 so'mdan sotilgan. Sotib oldi. Hozir 380 million so'mdan ochganimizdan keyin devorni urib, ajratib, betonlashtirib, trotuar qilib berganimizdan keyin tadbirkorlar 380 million so'mdan sotib oldi sotiga. Hozir ham talash bo'lib turibdi joylarimiz. Nechta mahallang bor? 46 ta mahallamiz. Nechta bankir bilan kechasi uyqung kelmay, nima senga ko'mak bo'ldi kechagi majlisdan keyin? Muhtaram prezident, men o'z bank sohasidan chiqqanman. Sizlarni o'zlaridan ekanlar. Men hozir bankirlar bilan gaplashsam bitta narsani aytib beraman. Bankirlarga hozir aytaman-da, solishtirib beraman-da. Omonatga odamlardan pul olib kelib 3 kunda qaytarib beramiz deb qaytarib bera olmasdan eng lavsiz bankir bo'lib turib, yolg'onchi bankir bo'lib yurganlardan bittasi men ham bo'lganman-da. Hozir pensiyaga ham pul qidirmaysan, boshqa ham qilmaysan, paxtani ketidan yurmaysan, g'allani ketidan yurmaysan, nimaga ishlamaysan deb men o'zim savol beraman-da. Chunki o'zim ham ko'rganman, dalama-dala yurib paxta pulini tarqatib yurardik, dalama-dala yurib turib g'allani pulini egasiga yetkazib berardik. Pensiya pulini naqd pul yig'ishga uni aytmasam ham bo'ladi. Men o'zim yig'ilib oladigan darajam bo'lardi. 50 ming so'm pensioner kelsa naqd pul bera olmasdim. Kechirim so'rab, piyolada choy berib uzr so'rab o'tirgan paytimiz bo'lgan. Shuning uchun bankirlarga aytaman, hozir sen ishlayotgan payt bilan uni solishtirmagan. Zo'r bankirsan, rais bo'lasan, kel mana buni billalashaylik deb mana hammasini olib ketamiz. Bu yog'ini ham hozir reja qildik, muhtaram prezident. Hozir 22 milliard mablag' ajratib beryapsiz bizga 26-yilga. O'sha loyihalarni hammasini boshlaganmiz. Hali ochishni boshlamasimizdan tadbirkorimiz aniq. Boshlamasimizdan turib, u bitta lotni qo'ysak, auksionda ilgari odam qidirib yurardik. Hozir bitta lotlarimizga bir nechtadan auksion olaman degan tadbirkorlarimiz mavjud. Menda yana bir katta taassurot qoldirgan obyektlardan biri bu Kiber universiteti. Bilasizmi, to'g'risini aytganimda, o'tgan yili birinchi shu universitet ochilishini eshitganimda, abituriyent bo'lganimdanmi degan bir afsus bo'lgan, chunki o'zim shu sohaga juda ham qiziqaman. To'g'ri, biz hozir axborot tarqatish bilan shug'ullanamiz, ammo universitet axborotni himoyalash bilan shug'ullanadi. O'tgan yili birinchi talabalarni qabul qildi. Faoliyat yuritmoqda, ya'ni hujum jamoasi, bizning hujum qiladigan, ya'ni kiber xavfsizlik, bular deyiladi, qizil jamoa ataka qiladi. Blue teamni bu himoya qiladi. Blue team jamoasi 24/7 xavfsiz antidron, bu dron. Bu hakerlar, bu anti hakerlarimiz, xuddi shunaqa dron antidronlar. Muvaffaqiyatli ishlashni amalga oshiradi. Hozir biz kiber hujumni real simulyatsiyada ko'rishimiz mumkin. Ya'ni mana qizil bo'ldi degani bu kiber hujum muvaffaqiyatli ishladi. Ya'ni elektr energiyasidan uzildi degani. Va bizda Blue Team jamoamiz 3 sekund ichida buni aniqladi. Xavfsizlik 100% ta'minlandi, elektr energiyasi tiklandi. O'rganayotgan soha yaqin 10 yildan keyin O'zbekistonda eng qimmat, eng talabgor soha bo'ladi. Men bu yerda fikringizga qo'shmagan bo'lardim. 10 yil emas, buni 3-4 yil degan bo'lardim. Bu yil universitetda siz o'rgangan asosiy bilimlar nimalardan iborat bo'ldi? Biza asosan yo'nalishim dasturiy injiniring bo'lgani bilan, lekin biza kiber xavfsizligiga aynan ixtisoslashgani uchun kiber xavfsizlik bo'yicha musobaqalar hozir ham ko'rishingiz mumkin. Red Team, Blue Team bo'yicha musobaqa o'tdi. Undan tashqari yil davomida robocontest.uz saytida dasturiy injiniring talabalari o'rtasida ham turli musobaqalar bo'lib o'tdi. Chunki dasturlash faqatgina kod yozish emas, amaliy tarzda, mantiqiy tarzda kodlarga natija berish hisoblanadi. Davlat xizmati ham, xususiy tashkilotlar ham yaxshi kiber mutaxassislarga juda ham muhtoj. Ular uchun ish o'rni tayyor. Faqat mana shu 4 yil davomida ular yaxshi o'qib, eng zo'r mutaxassis bo'lishi
kerak xolos. Ular allaqachon birinchi kursdanoq hozir davlat ishxonalarida kiberxavfsizlik bo'yicha amaliyot o'tab, allaqachon ish boshlab yuborishgan. Bizani universitetda ikkita asosiy yo'nalish bor. Bu muhandislik hamda ijtimoiy fanlar. Ijtimoiy yo'nalish. Muhandislik bu kiberxavfsizlik injiniringi, dasturiy injiniring hamda kompyuter injiniringi. Ijtimoiy yo'nalishlar bo'lsa, yurisprudensiya, iqtisodiyot hamda menejment yo'nalishlari bor. Bizda darslarni yetuk soha mutaxassislari, chet ellik professorlar olib boradi. Bizani universitet Stanford, Oxford, Sidian universitetlari bilan hamkorlikka ega. Stanford universiteti bilan hamkorlikda o'quv dasturlari ishlab chiqilgan. Hozirgi kunda juda ham rivojlanib borayotgan dron sport turini boshladik. O'tgan 1 yil davomida o'qitdik-da, dars jarayoniga kiritdik. Shundan boshlab juda ham rivojlanishni boshladi. Hattoki mana o'tgan yil bizning talabalarimiz birinchi marta jahon chempionatida qatnashib kelishdi. Dron sport bo'yicha Koreyada 70 ta komanda qatnashgan, 36 davlatdan 8-o'rinni egallashdi birinchi martasida. Keyingi safariga Xitoyda Shanxayda o'tkazildi 25-yil noyabrda. Sho's davlatlar orasida finalda Rossiyani, finalda Xitoyni yutib birinchi o'ringa egallashdi. Endi hozir biz buni faqat biz universitetda emas, boshqa universitetlarda ham targ'ib qilish maqsadida hozir mana Cyber universiteti bilan birgalikda o'rtoqlik matchini tashkil qilganmiz. Bilasizmi, ana shu kiber universitet atrofida endi katta raqamli texnologiyalar, kelajak texnologiyalari markazi ochilar ekan. Bu degani barcha katta pullar, eng zo'r IT loyihalari, katta mega loyihalar shu Nurafshonda qad rostlaydi kiber universitet atrofida degani. Bugun ana shu loyihaga ham tamal toshi qo'yildi. Prezidentimiz start berdilar. Yangi IT park quriladi. O'sha kiber universitetni bitirib chiqqan talabalarga ish ham tayyor degani. Mustaqilligimizning 35 yilligi arafasida poydevori qo'yilayotgan shu markaz ta'lim, tadqiqot, sinov va ishlab chiqarish o'zida mujassam etgan yagona ekotizim bo'ladi. Nima uchun aynan Nurafshon shahri tanlandi? O'tgan yili biz bu yerda kiber universitetini tashkil qildik. Universitetda kiber xavfsizlik va axborot himoyasi bo'yicha 1000 ga yaqin yuqori malakali mutaxassis tayyorlanmoqda. Bu bizning oltinga teng boyligimiz. Endi universitet atrofida butun mamlakat uchun namuna bo'ladigan yaxlit innovatsion klaster shakllanadi. Hozir kimda kim kelajakda albatta ishli bo'laman, yuqori daromadli ishli bo'laman desa, kiber universitetga topshirish kerak. Chunki sun'iy intellekt har qanaqa ishni olib qo'yadi. Shuni demak sun'iy intellekt o'rganish kerak. Va ikkinchisi sun'iy intellekt zo'r bo'lgani bilan uni kiber xavfsizligi degan masalasi bor. Shuning uchun kiber xavfsizlikni o'rganish kerak. Prezidentimiz ham mana nuqtalarda aytdilar-ku, hammasi shu yoshlarimiz uchun. Yoshlarimizni endi bu yerda faqatgina shu o'qish emas, ertaga ishlab chiqarish va ilm bilan integratsiya bo'ladigan katta maskan bo'lyapti. 36 gektar ichida IT park ham quriladi. Ya'ni IT park bo'ladigan tayyor ishchi o'rni bo'ladigan joy bo'ladi. Eng asosiysi yuragi bo'ladigan bu R&D markaz, Research and Development deydi. Ya'ni Osiyo taraqqiyot banki bilan bizni ilmiy markazni qo'yibdi. Chunki nimaga? Chunki faqat o'qishni o'zi bilan cheklanib qolish kerak emas, ilmiy izlanishlar kerak. Ilmiy izlanish bu kelajak. Lavha so'ngidagi ana shu voqea xususida, ya'ni O'zbekiston yetakchisining kiber universitet faoliyati bilan tanishganligi va unga tutash hududda kelajak texnologiyalari markazi bunyod etilishiga tamal toshini qo'yganligi mavzusida alohida to'xtalib o'tmoqchiman. Bu mavzuni tahlil qilish uchun avvalo sivilizatsiyalar raqobati haqida so'zlash joiz. Chunki bugungi kunda davlatlar o'rtasidagi asosiy raqobat neft, oltin yoki yana boshqa shu kabi boyliklar uchun emas, balki sun'iy intellekt, ma'lumot va texnologiyalar uchun kechmoqda. Kiber universitet va kelajak texnologiyalari markazi bu O'zbekistonning kelajak iqtisodiyoti qanday bo'lishini belgilaydigan strategik qadam. Bu O'zbekiston 21-asrning eng katta poygasiga qo'shilayotganidan dalolat. Tarixga nazar tashlasak, 19-asrda temir yo'l qurgan davlatlar sanoat inqilobida g'olib bo'ldi. 20-asrda avtomobilsozlik va elektronikaga sarmoya kiritgan mamlakatlar jahon iqtisodiyotida yetakchiga aylandi. 21-asrda esa raqobat maydoni butunlay o'zgardi. Bugun g'alabani sun'iy intellekt, kiber xavfsizlik, kvant hisoblash, robototexnika va bulutli texnologiyalarga sarmoya kiritayotgan davlatlar qo'lga kiritmoqda. O'sha kuni Shavkat Mirziyoyev o'z nutqida aytgan mana bu gap ayni haqiqat, ya'ni hayotimizning hamma jabhasini raqamlashtirish bilan jiddiy shug'ullanmasdan turib, iqtisodiy o'sish mumkin emas. Busiz kelajagimiz yo'qligini hammamiz anglab yetishimiz lozim. Bu global iqtisodiyotning qoidasi aslida. Bugun sun'iy intellektni o'zlashtirmagan davlat ertaga tayyor texnologiyalarni chetdan sotib olishga majbur bo'ladi. Texnologiyani sotib oladigan mamlakat doim xaridorligicha qolaveradi.
Texnologiyani o'zi yaratadigan mamlakat esa dunyoviy bozor qoidalarini belgilashda qatnashadi. O'zbekiston yetakchisi Kiber universitet va kelajak texnologiyalari markaziga alohida e'tibor qaratayotgani o'sha boyagi muhim haqiqatni anglatadi. Kelajakda davlatlarning kuchi faqat yer osti boyliklari yoki katta zavodlari bilan emas, balki bilimli yoshlari, muhandislari, dasturchilari va sun'iy intellekt sohasidagi salohiyati bilan belgilanadi. Shu ma'noda kelajak texnologiyalari markazi bu O'zbekistonning raqamli sivilizatsiya zamonida o'zining munosib joyini egallashi degani. Bu O'zbekiston endi texnologiyalarni faqat iste'mol qiladigan mamlakat bo'lishni emas, ularni yaratadigan davlatga aylanishni maqsad qilmoqda degani. Bu esa iqtisodiy o'sish, yuqori qo'shilgan qiymatli mahsulotlar, yuqori maoshli ish o'rinlari va mamlakatning xalqaro maydondagi raqobatbardoshligi degani. Ana endi boyagi ikki hamkasbim Nurafshondan Toshkentga qaytayotib tahlil qilib kelgan masalalarni davomini eshitamiz. Nurafshon shahridagi yana avval hech bo'lmagan bitta loyihani eslatib o'tishimiz kerak. Bu davlatimiz rahbari tashrif buyurgan ijtimoiy himoya agentligiga qarashli bo'lgan shu barcha ijtimoiy xizmatlarni o'zida birlashtirgan markaz. Bu Nurafshon uchun o'ta katta yangilik. Viloyatda o'ziga yarasha vasiylikka olingan bolalar, chinakam yordamga muhtoj bo'lgan oilalar, nogironligi bo'lgan aholi, bu qatlam yaxshigina katta. Chunki endi viloyatning aholisi ham katta, shuni ham tan olish kerak, yoki kambag'allik chegarasidagilar. Bular bilan ishlashda mana shunaqangi kompleks markazlarning kuchini, ahamiyatini naqadar muhim ekanligini prezidentimiz ta'kidladilar. Blok hurmati prezident, tuman Nurafshon shahar inson markazi, viloyat boshqarmasi va orqasida alohida xizmat ko'rsatadigan siz Andijonda shaharda o'ta ko'rgan hududiy ijtimoiy xizmat markazi bor, hurmatli prezident. Katta odamlardan so'raydigan bo'lsak, Sabez degan tashkilotni eslashadi. Sabez bu sotsial обеспечение, ya'ni ijtimoiy ta'minot bo'limlari bo'lgan. Shunaqa bo'lganki, nogironlar o'ziga nogironlikni belgilab olish uchun Sabezdan kimnidir tanish bilish topish kerak bo'lgan. Nohalol pul taqsimoti, nafaqalar taqsimoti bo'lgan. Inson qadri deb men yuragimdan aytgan gaplarim bejiz emas. Shu qadrni ko'tarsak, halollik bilan ishlasak, Xudo o'zi balo qazodan saqlaydi. Har bitta odamning niyati yorug' dunyoga yoki bolasi maktabga qatnagan onani ko'z yoshini ko'rib odam boshqacha bo'ladimi yo'q? Bo'ladi. Har bitta mahallada ijtimoiy xodim tahlil qilinadi. Jamoa bilan birgalikda eng yaxshi ijtimoiy xodimlar 168 ta chiqdi. Bu mahallasi birorta murojaat tushmagan, hamma ijtimoiy yordamlar berayotgan ijtimoiy xodimlar. Bularni agentlik ustida kvota ajratgan. Xorijga borib amalga oshirish. Birinchi eng shu yaxshi ijtimoiy xodim oliy ta'lim deganim birinchi navbatda ularni jo'natadi. Undan tashqari kelib bularni o'qitadi. Albatta, xuddi shunaqa tizim hurmatli ana AI supervisor bularni o'qib kelib davom ettiradi. Undan tashqari hurmatli har bir tuman shaharga inson markazlarida supervisor ishlatlarni qilgan, supervisorni o'qitadi. 152 tani hurmatli prezident. Birma-bir hozir o'qishni boshladik. Hozir qo'llar harakatga keldi. Qo'llarni ko'taryapman. Qo'l oyoqda yurardim. O'zlari mashinaga o'tirg'izib, mashinaga tushib, kirgizib mashq qildilar. Hozir o'zim eplayman. Hozir to'xta, bitta savol. O'zing mana shu 6 oyda hayotga munosabating o'zgardimi yo'q? Hayotga qiziqish ancha zo'r bo'ldi. Ana sizlarda yaxshi hayot hali oldinda, tushkunlikka tushish kerak emasligidan da'vat qilmoqchi edim. Mana shuni bo'layaptimi yo'qmi? Bo'lyapti, rahmat, sizga rahmat. Men o'zim rosa jar hisob aytmoqchiman. Haqiqatan ham ukol dorisiz ham insultdan keyin juda chiroyli, juda zo'r qarorlar chiqargansiz. Men butun respublikaga aytmoqchiman. Oddiy insultdan keyin hamma narsani mana shu oddiy motorika mashqlaridan tinimsiz mashqlar qilinishi jarayoni. Tasavvur qiling, bitta odamni mana 6 oyda ongi o'zgaryapti. 1 yilda qancha odam o'zgaradi? Mana shu 6 oy mobaynida 50 dan ziyod insonlarni xizmatini qilib berdik. Chiqargan qarorlaringizni insonlarga oxirigacha yetkazib berishga va'da beraman inshaalloh. Hammamiz ishlaymiz. Rahmat. Bugungi kunda Milliy volontyorlik tashabbuslari loyihasi doirasida yana 10 ta yangi loyihani olib chiqdik. Bizni nafaqat inson markazlarini o'zida aholiga yordam berib qolmasdan, balki har bir mahallada, har bir oilada, har bir xonadonda, har bir insonni oldida mana biz bormiz. Siz jamiyatni bir bo'lagi
olmaysiz degan tushunchani yetkazishdan iborat. Bizning loyihamiz nimadan iborat? Do'stlik ko'prigi degan loyiha. Bu loyihada men juda ham ko'p nogironligi bo'lgan do'stlarim juda ham ko'p. Har doim biz ularni uyiga, nogironligi bo'lgan bolalarning do'stlarini uyiga boramiz. Mehmondorchilik o'tkazamiz. Ular bizni ko'rib juda ham xursand bo'lishadi. Ularga bir ozgina bir tabassum o'zi yetib boradi, yoniga borib, nima xohlaysiz, nima yordam bering, keyin birga dars qilamiz, birga o'ynaymiz deb suhbatlashganning o'zi shuni yetarli-da. Bitta narsani bilinglar. Vaqtlar o'tadi, yillar o'tadi. Mana shu Toshkent viloyatida har bir xonadonga kirgan odamlarga qilgan mana shu muruvvatlaring, ehtiromlaring, niyatlaring sizlarga qaytimi ham bo'ladi. Shuning uchun mehnat qilinglar. Orqalaringda prezident bor, sezyapsizlar. Juda katta tashkilot bo'ladi. Hali men juda katta qarorlar tayyorlayapman bu soha bo'yicha. Sog' bo'ling. Yaxshi kunlarda ko'rishaylik. Tomoningizdan yaratilayotgan imkoniyatlarni albatta oqlaymiz. Ishonchingiz uchun rahmat. Prezidentimiz borgan keyingi obyekt maxsus turdagi avtomobillar va mexanizmlar ishlab chiqaradigan Karantas zavodi bo'ldi. Umumiy qiymat 50 million AQSh dollari bo'lgan loyiha doirasida 300 nafardan ortiq malakali mutaxassislar doimiy ish o'rni bilan ta'minlangan. O'zbekistonda mana to'xqon sanoati rivojlanyapti, yirik loyihalar ishga tushyapti. O'tgan hafta O'zbekiston metallurgiya kombinatida bo'ldik yoki Olmaliq qon metallurgiyada bir necha konlar, yangi konlar topilyapti. Butun respublika bo'ylab yirik loyihalar amalga oshiryapti. Buning uchun esa gigant ishlar uchun gigant texnikalar, gigant mashinalar kerak. Nurafshon maxsus texnika zavodining katta ulkan mo'jizasini ko'rib turibsiz. Sirimni aytaman, mening bo'yim atigi 156 sm, buning g'ildiragidan to tomigacha bo'lgan uzunligi 9 metrga yetadi. 14 kun davomida zavodning 100 dan ortiq ishchilari birgalikda hamjihatlikda yiqqan. O'zbekistonda barcha metall konstruksiyasi shu yerda tayyorlangan va ba'zi qismlari yana xorijdan keltirilgan. Internetdan tekshirib ko'rishingiz mumkin. Odatda to'xqon sanoatida qo'llaniladigan ulkan bu mashinalarning narxi 3-5 million dollarga yetadi. Oldin ishga tushgan paytimiz 20 ta ish o'rni bilan boshlaganmiz. 27 xil, 30 xil mahsulot turi bilan. Hozirgi kunga kelib, mana 2017-yildan 2026-yilgacha bo'lgan davrda 120 ta ishchi o'rni yaratildi. 200 turdan oshiq mahsulot turi ishlab chiqarish bo'lyapti. Asosan ishlab chiqarilgan mahsulotlarimiz qishloq xo'jalik texnikalariga, maxsus texnikalarga, Olmaliq kon metallurgiya, Tog' kon metallurgiya, Navoiy kon metallurgiya. Demak, davlatni o'ziga sotyapsiz. Davlatni o'ziga, davlat katta tashkilotga, strategik bo'lgan korxonalar o'ziga beryapmiz. Qayerdan olib kelingan va nech pul? Mana shu. Hozir esa sizda qancha? Mana shu rukavamiz oldin chet eldan 550-600 ming so'mga kelgan bo'lsa, biz hozirgi kunda 260 ming, 270 ming so'mga beryapmiz. Bu o'sha katta kon metallurgiyadagi dizel yoqilg'isi. Da, dizel yoqilg'isiga, ruldagi gidravlika moylariga o'tadigan, tormozli sistemalarga ketadigan rukavlar hisoblanadi. Yuqori bosimli. Davlat mana shunaqangi ehtiyot qismlarni ishlab chiqarish uchun qandaydir imtiyozlar berganmi? Albatta berilgan. Albatta berilgan. Soliqlardan imtiyozlar berilgan, bank kreditlaridan imtiyozlar berilgan. Qanchalik nogironligi bo'lgan ishchilar bilan ta'minlasak, nogironlar ularda yana imtiyozlar berilgan. Nurafshon mamlakatimizda aqlli shahar modeli asosida barpo etilyapti. Bu yerda raqamli boshqaruv, madaniy maskanlar, intellektual transport, energiyani tejaydigan texnologiyalar va ekologik infratuzilma yagona va yaxlit tizim sifatida joriy etilmoqda. Barcha sa'y-harakatlarimiz bir maqsadga, ya'ni Nurafshon shahrini Toshkent viloyatining taraqqiyot drayveriga, viloyat aholisining faxr va iftixoriga aylantirishga qaratilgan. Men bunga ishonaman. Marralarimiz baland, rejalarimiz aniq, loyihalarimiz ham bor. Albatta shunday bo'ladi deb men sizlarga ishontirmoqchiman. Toshkent viloyatining Nurafshon shahrining shon-shuhrati yanada ziyoda bo'lsin.
Toshdek yonar, jiloda tovlanar. O'zbekiston deb yashagan o'z jigarim, bir moviy bir qora ko'z jigarim. Meni esla, shamoldan esla, shoshilib jonim, gullaring to'kilib, yashayapmiz esosda. Har kunimiz bayramdir. Toshkent viloyati sharafshonsan. Kunimiz Yangi O'zbekiston bog'ida chiroyli konsert bilan yakunlandi. Ayzafa bilasizmi, mana konsertdan ham ko'ra, mana shu amfiteatrda o'tirganimizda, ro'paramizda qad rostlagan ko'p qavatli uylar, ularni chirog'i yonib, chiroyli va ravshan bo'lib turgan, atrofida favvoralar turgani, shahar obod, yashil, chiroyli, nurli shaharga aylangani ta'sirlantirdi. Yangi O'zbekiston bog'i atrofida katta bir mahalla noldan qad ko'targan, bu yerda qancha yosh oilalar uyli bo'lgan, infratuzilma bilan bog'liq hamma masalalar hal qilingan, yangi maktablar, bog'chalar qurilgan, mahallalar obod. Biz nurafshonliklar bilan gaplashdik, hammalari mana shu yaxshilanishlardan, yangiliklardan xursand ekanliklarini aytishdi. Ba'zan adashib ketaman, Namanganda bo'luvmidi, Andijonda bo'luvmidi. Yangi O'zbekiston bog'lari bir-biridan chiroyli va hamma hududlarda bor. Qayerga borsang ham manzillarni bir xilda sharoit, bir xilda yo'l, bir xilda uy, bir xilda bog'cha, maktablar qurilayotganligini ko'ryapmiz. Bir xilda degani bu shtampovka emas, bu sifat nuqtai nazaridan, odamlarga yaqinligi, qulayligi nuqtai nazaridan. Xuddi shunaqa bog'ni, Yangi O'zbekiston bog'i va ko'p qavatli uylarni Farg'onadan turib sharhlagandik. Mana endi Toshkent viloyatidan. Alam qiladigan joyi Toshkent viloyati Toshkentdan uzoq emas. Bu yerda bemalol shuncha yillar davomida katta kichik bizneslarni ochib gullatib olish mumkin edi. Ha, qiyin. Termizda korxona ochgan biznesmenga to Toshkent yoki shu markaziy logistika bog'lamalariga yetib kelguncha u ko'p sarflaydi. Lekin Toshkent viloyati bir qadam edi-ku. Ma'muriyatga deylik yetib kelishi, biror bir masalalarni hal qilish uchun yoki bozorlarga chiqishi. Yer bor asosiysi. Yer bor, mehnatga suv xalq bor. Ko'p millatli xalq bor bu yerda. Muhit va hatto fasllar ham yaxshi. Shu paytgacha faqat o'sha yozda dacha eslanardi, xolos. Toshkent viloyati haqida gap ketganda yoki o'sha agrar soha, qishloq xo'jalik mahsulotlari yoki bo'lmasa o'sha Olmaliq, Bekobod, ikkita uchta yirik zavodlar. Lekin mana prezidentimiz xalqimizni iqtisodiyotini, Toshkent viloyatining iqtisodiyotini ko'taradigan loyihalarga ham start berganlarini eslaylik. Bu qancha odamlarning hayotini o'zgartiradigan loyihalar. Bugun ham sizlar bilan birga Xitoy, Rossiya, Germaniyalik va boshqa hamkorlarimiz ishtirokida barpo etilayotgan 465 million dollarlik 9 ta yangi quvvatlar qurilishini boshlayapmiz. Ushbu yangi obyektlar ishga tushirilishi natijasida 5-6 mingga yaqin yangi ish o'rinlari yaratiladi. Toshkent viloyatini qiziq tomoni mana Surxondaryoni markazi qayer? Bu Termiz shahri. Navoiydachi, Navoiy shahri. Samarqandda Samarqand shahri bor. Unda o'ylab qarasang, Sirdaryoda Guliston, har bitta hududni markazi bor-da. Lekin Toshkent viloyatini poytaxtning yonida bo'lgan Toshkent viloyatining markazi bo'lmagan. Prezidentimiz bu qanday gap deb Nurafshon shahriga o'zlari asos solganlar. Nurafshon shahri Yangi O'zbekiston timsoli sifatida namoyon bo'lmoqda. Hech shubhasiz bu barchamizga cheksiz g'urur va iftixor bag'ishlaydi. Yaxshi ma'lumki, Nurafshon so'zi nur sochuvchi, ziyo tarqatuvchi degan ma'noga anglatadi. Demak, bu shahar nafaqat zamonaviy qiyofasi, balki taraqqiyoti, madaniyati, boshqaruvi va inson qadriga munosabati bilan ham atrofga nur taratishi kerak. Nurafshondan bugun taralgan ziyo menimcha uzoq vaqtga shu xalq uchun energiya bo'ladi. Amfiteatrda birga o'tirgan ustozlar bilan, bog'cha, maktab, mahalla vakillari bilan gaplashdik. Ularni ham har bir mahallada, maktabida, uyida bo'lgan o'zgarishlarni to'lib toshib gapirib berishyapti. Nurafshon rivojlanaversin, Toshkent shahri bilan
teng shahar bo'lsin kelgusida. Menimcha bu ketishda Toshkentdan ham oshib ketadi, Nurafshon ham, chunki bu yosh shahar, yangi shahar, yangi O'zbekistonni mana qiyofasi deb ko'rsatsa arziydigan shahar bo'lyapti. Vaqt ko'rsatadi va aytganlaridek kelajak avlod ha, bu binoni biz uchun qurishgan ekan, shu qurganda yaxshi bo'lgan ekan deb rahmatini aytadi va hozir ham aytmoqda. Xuddi shu masalada, ya'ni hamkasbim Aziza aytgan minnatdorlik masalasida ozgina davom etmoqchiman. Millionlab insonlarni rahmatini olayotgan, xalqning duosini olayotgan inson shu haftada o'zining tavallud kunini nishonladi. Lekin menimcha 24-iyul sanasi o'sha insonning shaxsiy kuni bo'lgani yo'q. Butun millatning kuni bo'ldi menimcha. Millatimiz, xalqimiz bitta yagona vujudga aylana boshlaganini namoyish qilgan kun bo'ldi o'sha kun menimcha. O'sha kuni azondan boshlaboq ijtimoiy tarmoqlar qutlovlarga to'lib ketdi. Xalqimizning turli qatlamlari vakillari, turli yoshdagilar, turli millat vakillari internetni mamlakat yetakchisining nomiga yozilgan qutlovlari, dil so'zlari, minnatdorlik maktublari bilan bosib tashlashdi. Ularni hammasini o'qib, haligacha adog'iga yetolganim yo'q. Kimdir O'zbekiston yetakchisi tufayli o'zining xususiy biznesiga ega bo'lgani va boyib ketganini yozgan. Kimdir 30 yil deganda O'zbekiston fuqaroligini olganligini maqtanib yozgan. Kimdir oilasi bilan yotoqxonalarda qimtinib yashab kelganini va davlat boshlig'ining ko'magi bilangina uyli-joyli bo'lganini yig'lab yozgan. Yana kimdir 2016-yilgacha adolatsiz qamoqqa solinganini va Shavkat Mirziyoyev tufayli ozodlikka chiqqani haqida hikoya qilgan. Va hokazo, va hokazo, va hokazo. Ko'pincha odamzod yaxshilikni tez unutib qo'yadi deymiz. Ha, insonda shunaqa kamchilik ham yo'q emas. Lekin kechagi kun shuni isbotladiki, yaxshilikni unutmaydiganlar juda ko'p. Xalqimiz o'z yetakchisining yaxshiligini biladi va unutmaydi. Shunday bo'lsa-da, eslatmoqchiman. Unutish mumkinmasligini eslatmoqchiman. Unutib qo'yadiganlarga eslatib qo'ymoqchiman. Biz bundan 10 yil avval porox bochkasining ustida yashaganimizni, ya'ni Markaziy Osiyodagi vaziyat portlab ketish yoqasiga kelib qolganini va Shavkat Mirziyoyev shu portlashning oldini olib qolganini unutishga haqqimiz yo'q. Biz bundan 10 yil avval paxtaning quli bo'lganimizni, bolalarimiz salomatligi paxta dalasida chirib bitganini, farzandlarimiz bilimsiz bo'lib o'sganini va Shavkat Mirziyoyev tufayli shuning hammasiga chek qo'yilganini unutishga haqqimiz yo'q. Biz bundan 10 yil avval muammoni va haqiqatni aytolmay, faqat pana-panada pichillashib hasrat qilib yurganimizni va Shavkat Mirziyoyev tufayli O'zbekistonda ochiqlik va matbuot erkinligi chinakamiga boshlanganini unutishga haqqimiz yo'q. Biz bundan 10 yil avval muqaddas dinimizga ochiq e'tiqod qilganimiz tufayli olib ketib qolishlaridan qo'rqib yashaganimizni va Shavkat Mirziyoyev tufayli haqiqiy e'tiqod erkinligiga ega bo'lganligimizni unutishga haqqimiz yo'q. Keksa onaxon otaxonlarimiz pensiyasini plastik kartadan yecholmay ko'chada o'tgan-ketganga mo'ltirab, pulini shapka evaziga naqd qilib berishlarini yalinib so'rab yurganini va Shavkat Mirziyoyev bunga chek qo'yganini unutishga haqqimiz yo'q. O'ziga yaxshi uy solib yoki mashina sotib olib, keyin kechasi MXX degan yirtqich tashkilotdan kelib maska shou qilmasmikin deb uxlamay chiqqanimizni va Shavkat Mirziyoyev tufayli bu qutqu yo'qolganini unutishga haqqimiz yo'q. Jasliq degan do'zax azobiga tashlangan, o'ligi ham janozasiz va kafansiz yo'q bo'lib ketgan qanchadan qancha nohaq ayblanganlar oqlangani, qanchadan qancha adolatsiz qamoqqa tushganlar ozodlikka chiqqani, bularni unutishga aslo haqqimiz yo'q. Xullas, aytaman desam aytadiganim ko'p, juda ko'p. Asosiysi, bu yaxshiliklarni hammasi xalq uchun va xalq dardi bilan yashaydigan bitta insonning jasorati va matonati bilan amalga oshdi. Kechagi kunini unutmaganlar shu insonni tinmasdan duo qilishmoqda.
unutib qo'yganlarga esa Xudodan es va insof tilayman. O'zbekiston yetakchisi esa o'zi uchun hayot prinsipi qilib olgan mana bu qoidadan hech qachon chekinmasligi aniq. Yaxshilik qil va suvga tashla. Baliq bilmasa, xoliq biladi. Bu insonning o'z xalqiga qilayotgan yaxshiligini Xudo ko'rib turibdi, xalqimiz bilib turibdi. Va chiqishimning yakunida ijozatingiz bilan butun xalqimizning dilidagi va tilidagi gapni aytaman. Aziz yetakchimiz, tug'ilgan kuningiz bilan. Baxtimizga doim sog' bo'ling. Assalomu alaykum.